To'rtinchi qism. Avgustning eng oxirgi kunlari edi. Men bekli tashda qayg'ochqa otam mendan ansirab birga maktabga elib kelgan edi. Maktab darvoza oldida sinf mudirimiz Vali muallim va bir qancha o'qituvchilar qator qo'yilgan ustal oldida yangi kelgan o'quvchilarni tizimlayotdi. Navbat bizga kelguchi bo'lgan oraliqda yondagi cho'ng taxtayga chaplab qo'yilgan mushu maktabning kasb turlari tushuntirilishlarini ko'rib, kompyuter kasbida o'qimoqchi bo'ldim. Sinf mudirimiz Vali muallim dal o'zining kompyuter sinfiga mas'ul o'qituvchi ekanligini aytib, bizni tizimladi va bizni 3-qavatdagi yotoqqa o'rinlashsak bo'ladiganligini aytib, bir o'quvchiga bizni boshlab chiqishni buyurdi. Shunda qilib biz yuk taqlarni yotoqqa joylashtirib bo'lib aram oldik. Bir chaqda kechki tomoq tayyor bo'lganligini anglab, barliq o'quvchilar bilan maktab oshxonasiga otam bilan birga chiqdik. Maktabning yotoq sharoiti yaxshi bo'lib qolmay, tomoqning yaxshi ekanligini bilgan otam xotirjam bo'lgandek boshlang'itib qo'ydi. Tomoqdan keyin otam bilan maktab hovlisini bir oz aylandik. Otam bo'lsa menga yenish-yenishlab, eng avval salomatligimga bek diqqat qilishimni to'plab ketdi. Men maktabda o'qiyman degan chaqdimi opam qarshi chiqqan. Chunki men to'liq og'ir kunlarni boshdan kechirgachga opam mening yana biror kelishmaslikka uchrab, burungi holatimga qaytib qilishimdan to'liq ansiraydi. Opam, "Navoda sen Urumchida o'qimoqchi bo'lsang, bizmo etis eriqni tashlab, Urumchidan bir uy ijara elib, halingdan xabar elib yurib o'qitmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa xotirjam bo'lamaymiz. Chunki kasallikning asorati yana laba. Shuna otang ikkimiz xotirjam bo'lamaymiz" deb turib oldi. Opamni qayil qilmay, oxiri opamning inisi, ya'ni mening boshlang'ich maktabdagi sinf mudirim tog'amga o'zimning o'ylaganlarimni aytib, opamning qayil qilishni o'tingan edim. Tog'am uyga kelib, opamga partiya hukumatning meyiblarga qaratgan siyosatlarining afzalliklarini tushuntirgach, mening yeziqchilikdagi alohidliklarimni tilga elib, oxiri opamni qayil qilish bilan men bu fursatga erishgan edim. Shunashqa otam menga qayt nasihat qildi. Va'da berdim. Cho'qim har jihatdan yaxshi bo'lishqa. Urumchini bekli yig'lang'ich shahar deyishadi. Rostila shundaqkan. Biz hovlida aylanib turganda tuyuqsiz havo o'zgarib yomg'ir yig'ib ketdi. Aldirab yotoqqa kirishga maqdiq. Otam palampaydan avval chiqib ketayotdi. Men amdilla palampayga chiqishimga yotoq ishki aynikidan men bilan bo'y basta o'xshash kelgan bir bola xeyli og'ir yuk taqini ko'targan holda kelayotganligini ko'rib, darhol uning oldiga chiqdim va uningmi yangi kelgan o'quvchi ekanligini bilib, qo'lidagi yuk taqini ko'tarishib bizning yotoqqa boshladim. U bola yomg'irdan ho'l bo'lib ketgan sochlarini lungi bilan surtgach, o'zining Xotandan ismi Kerim ekanligini aytdi. Biz obdan tanishib qoldik. Otam bekli herib qolg'achqimi, baldirla yondagi karvatda uxlab qoldi. Men o'zimning o'qish orzuyimga yetganligimdan bekli hayajonlanib, xeyli kechgacha uxlayolmadim. Ertasi otam menga bir talay nasihatlarni qilib qaytib ketdi. Bu mening tunji ota-onamdan ayrilib yoqi yurtda turishim bo'lg'achqa, qiymagan holda otam bilan xo'shlashdim. Yotoqqa qaytib kirib aram oldim. Akşam kech uxlag'achqimi meydak bisib turadi. Shunga yana ozroq uxlab oldim. Bir chaqda uyg'onsam, yondagi karvatda sal bo'yi pakiraroq kelgan bir bola qo'liga xanzochi darslik kitob ko'tarib olgan holda o'tiradi. Biz o'zlari tanishib qoldik.
u bola maktabda butunlay xanzu tili bo'yicha dars o'tiladiganligini, faqat tunji yili yeziqchilik qatorida uyg'urcha til adabiyot darsi borligini qo'shmaganda darslarning butunlay xanzu tilida o'tiladiganligini aytdi. Bu so'zlar bilan sal ansirab qoldim. Chunki men to'liqsiz o'rta maktabda o'qiyotgan chog'larimda yiqilib tushgandan keyin toki saqoyg'icha darslarni o'zligimdan o'rgangan bo'lsammi, biroq xanzu tili asosim degandek yaxshi emas edi. Shunga rasmiy dars boshlanishdan burun kallamda mundoq ikki tanlash xiyoli bo'ldi. Biri qaytib yanala do'kon ichib keyingi hayotimni o'zim yaxshi ko'radigan yeziqchilik bilan o'tkazish. Yani biri kitapxonaga berib lug'at ham munosabatlik foydalanish materiallarini setib olib tirishib o'qish. Men yotoqdan chiqib hovli ichidagi chiniqish aslahasiga o'ltirib olib rat o'ylandim. Ham oxiri tirishib o'qishni tanladim. Chunki men bu fursatga oson erishmagan edim. Shunga rasmiy dars boshlanmag'achqa men yaqin atrofda kitobxona bo'lsa kitob setib olib kiray deb sirtga chiqdim. Hem ko'chadagi charlasliqchilardan kitobxonaning qayerda ekanligini so'radim. Ular menga Shinxoy kitobxonasiga boradigan avtobusni ko'rsatib qo'ydi. Degandek 20 minutlik yo'l yurib Shinxoy kitobxonasiga keldim. Hem kitobxonaga kirib to'liq hayron qoldim. Ilgari o'rta maktabda o'qiyotgan chog'larda maktab kitobxonasiga necha qitim kirgan bo'lsam-mu, biroq bu kitobxonaning bunchalar cho'ng ham kitoblarning ko'pligidan og'zimni yumolmay qolgan edim. Men avval biraqur aylandim. Ham lug'atdan birini setib olib, yana foydalangudek material izlab etib, tuyuqsizla dangliq riyosatchi Munira G'ofurning Riyosatchilik san'ati degan kitobini ko'rib qilib, hayajon bilan kitobni o'qishga kirishib ketdim. Agar shu chog'da shu kitobni setib olib qaytib kelgan bo'lsam, menga shu avarchilik va ko'ngil g'ashligi yo'q edi. Vaqtning qandoq o'tib ketganligini to'ymabdiman. Bir chog'da kitobxona xodimlarining "Endi ishdan tushdik" degan gapini anglabla ondan esimga kelibdiman. Vaqt allaqachon bir yerga borg'achqa behli jiddilashib ketdim. Gerçi ko'cha avtobusiga baldir o'ltirib olgan bo'lsam-mu, biroq ishdan tushish vaqti bo'lg'achqa yo'llar qatnashda behli to'silib ketgan. Shu sababdan men yetib borguncha kun o'ltirib kechmi kirib qolgan edi. Men maktabga kelib yotoqqa chiqdim. Yotoq ichi jimjit edi. Yuragim tez so'qishga boshladi. Men amdila yotoqdan chiqay deb turishimga darvozadan kirayotgan bir muallim meni chaqirib qoldi. Bu bizning sinf mudirimiz Vali muallim edi. Vali muallim mening nega borganligimni, nemishqa deb qo'yib chiqmaganligimni aytib, ochiqlab, o'zi va barliq o'qituvchilarning mendan ansirab, patbiroqchilikqa tushib, meni hamma yerdan izlaganligini, hatto uygimi telefon qilganligini, uydagilarning shu topda mendan ansirab o'tirilmay qolganligini aytdi. Ochqandek yugurib, maktab kinidagi do'konga chiqib, ommaviy telefonda uyga telefon qildim. Apam mendan ansirab, yiqilib qolayli debdikan. Ovozimni anglab, bokuldab yig'lab ketdi. Atam telefonni elib, mening tushuntirishlarimni angladi. Ham apamni basildi. Biroq apam mendan bekli ansirgachga meni qaytirib kelmoqchi bo'ldi. Biroq men apam bilan so'zlashib, qat'iyligimni aytdim. Yaxshi o'qish uchun lug'at olg'ili borganligimni tushuntirdim. Apam oxiri mening qattiq diqqat qilishimni aytib, men bilan xo'shlashdi. Vali muallim meni qaytib ket deb ochiqladi. Men muallimga bu fursatlarga to'liq tezda erishganligimni rat-rat tushuntirib, oxiri muallimni qoyil qildim. Aniqini desam, shu chog'da o'qish fursatidan mahrum qilishdan shunchalik ansirgan edim. Ta'limga oxiri yanala Vali muallimning fursat berishi bilan maktabda o'qib qoldim. O'qish boshlandi. Sinf mudirimiz Vali muallim bizga bilat tili darsi o'tdi. Men to'lib toshgan qizg'inlik bilan har bir darsni astoydil anglab tirishib o'qidim. Qisqagina bir oy ichida xeyli ko'p darslarni tamom qildik. Vali muallim bara-bara meni maqtaydigan bo'ldi. Chunki mening tekst tarjima qilishdagi ortiqchilikim muallimni qoyil qilgan edi.
Şoňa ders çağlarında mening terjim qilgan tekstimden bekli razı bolup, meni muşu süratda tirişip ögensaň, keyin çoqum yaxşı bir terjimon boluşyňga işençim kamil dep ilham berip duratdy. Buning bilan men teximi tirişip okuşga başladım. Veli muallim Turpan Toqsundan bolup, ayali Ayşemgül hedimiz bilen daim bir sinipdiki 40 neçe okuğucini öz uyga tamakka çillap, xuddi öz ata-anamyzdek mehir beretdi. Mektebimiz aşgansıda lagman behli kam etiladigan bolgaçqa, sawagdaşlar bilen billa muallimning uyida lagman etip yeydik. Men ilgirgidekla yazıqçılıkni tashlab qo'ymadim. Hem bu jarayonda Aq Öjme, Qara Öjme namlıq maqalamni Merkezi Xalq Radio stansiyasiga avatdim. Bu maqalam Merkezi Xalq Radio stansiyasining radio jurnali programmasida hem Şinjan Xalq Radio stansiyasida ayrim anlatildi. Şembe yekshanbelik demlash kunlarimda kitobxonaga qatraydim. Birinchi o'qish mavsumi oxirlashib, ikkinchi mavsum boshlangan chog'da sinf mudirimiz mening adabiyotga boshqachalar qiziqishim borligini his qilib, meni o'zligidan o'rganish imtihoniga qatnashib, til adabiyot kasbidan guvohnoma ilib olishimni aytdi. Shuning bilan ilgirgidan necha hassiz tirishchanlik ko'rsatib, 4-oyda imtihon berib, biroqla 4 fandan o'tdim. Bu menga texmo zo'r madad bo'ldi. Şu yili 2-nji qatamliq o'qish mavsumi boshlanganda, men davlatimiz bayramiga atab bir parcha she'r yozdim. Hem bu she'rni San'at radiosi Gulg'unchilar programmasiga avatdim. Yanımda telefon bo'lmag'achqa, men aloqalash uchun sinf mudirimiz Vali muallimning telefon nomerini qoldirib qo'ygan edim. O'ylamgan yerdan men avatgan bu she'r mas'ul muharrir va riyosatchilarning bekli maqtishiga erishibdi. Shuning bilan San'at radiosidan Shadiya Xoliqada mendan ahvol so'rab muallimga telefon qildi. Muallim shuning bilan mening axborotchilikqa bekli qiziqadiganligimni bilib, menga texmo yaxshi madadlarni berdi. Urumchida Markaziy Xalq radio stansiyasining chastotchisi texmo suzib kelatdi. Bu chog'larda Markaziy Xalq radio stansiyasi anglitishi ilgirki 1 soatlik anglitishdan 2 soatlik anglitishga uzartilgan bo'lib, mazmun jihatdan mo'l va rangdorlikqa to'lgan edi. Men ana shundoq har bir kun vaqtimni behuda o'tkazmay o'rganish qilatdim. Yoziqchilik qilatdim. Ham o'zligimdan o'rganish imtihonlarini qo'ldan bermay qatnashdim. Hashbashtigacha bizning praktika vaqtimiz yetib keldi. Praktika vaqtimiz 1 yil edi. Men praktika o'rnimiz o'rinlashtirishdan burun o'zim yaxshi ko'rgan qiziqishim bo'yicha radio televiziya idorasida praktika qilishni o'ylab, o'zim to'liq yoqtirib anglaydigan San'at radiosining tun tivishlari programmasiga qatnashdim. Shu kundagi programmaga Gulboston Abduqodir hada riyosatchilik qilgan edi. Gulboston hadam ilgirgidekla shunchalik samimiy holda so'zlarimni astoydil anglab chiqib, mening o'ylaganlarimning to'g'riligini aytdi. Demek, mening praktika qiladigan o'rinni tanlash erkinligim borligi. Radio televiziya stansiyalarida praktika qilsak tamamen bo'ladiganligi. O'zlarining sipiga qo'shilib praktika qilsam, texmo yaxshi fursat sahnalarining hozirlanadiganligini. Bumi partiyaning siyosat, qonun tuzumlarining odilligi va yaxshiligidan ekanligini eskartib o'tdi. Ümidsizlikka to'lgan qalb osmonimda shu daqiqada xuddi parlab quyosh chiqqandek, o'zim xuddi ko'k osmonda uchib ketayotgandek tuyg'uda bo'lgan edim. Gulboston hadamning ashu kuni menga ato qilgan umid tasallilarini mangu unutmayman. Shunda qilib men Şinjan Xalq radio stansiyasi San'at radiosida praktika hayotimni boshladim. Stansiya rahbarligi meni programma bilimiga belli elib kirib, ustozim Mavlud Ibrohim akaning yetaklashiga topshirdi. Mavlud Ibrohim aka programma bo'limining mudiri bo'lg'achqa, bevosita anglitishdan sirt yana har qaysi oliy maktablarda dars so'zlash va televiziya stansiyalarida program islashdek nurg'un vazifalari bor edi. Shunga Mavlud Ibrohim akani ishxonada har vaqt nihoyat aldirash holatda uchratdim. Men ishxonaga kirgan shu kundan boshlab kichkimdan ovozini anglab cho'ng bo'lgan pishqadam ustoz diktor riyosatchilar va muharrirlarning qizg'in muomalasiga erishdim. Bir kuni Zuhra Kerem hadi bilan paranglashib o'tirganimda
Mavlud Kam kiribla manga Şadlıq Minutlari programmasini tayyorlash vazifasini topshirdi. Bu mening tunji qitim vazifa topshirib olishim bo'lg'achqa bekli hayajonlandim. Hamda cho'qim yaxshi tayyorlashga tirishadiganligimni aytdim. Biroq mening mijozim burundilla eshmijas edi. Şadlıq Minutlari programmasi bo'lsa shunchalik jo'shqin, ko'taranki ruhiy holatni talab qiladi. Chunki programma mazmuni qanchaki qiziqarli bo'lsa, programma shuncha jalb qilarliq chiqadi. Men bu fursatni qo'ldan berib qo'ysam bo'lmaydi. Shuning bilan tez sur'atda ko'p qismli chatma kuldirga yozish qaroriga keldim. Bundaq bo'lganda, shu kuldirgining davomlashishi uchun men yana fursatlarga erishalaydim. O'ylaganimdek, bu chatma kuldirga bekli olqishlandi. Mavlud Kam, Zöhra Hadam hamda Hoshirjon, Shodiya xoliqlar men tayyorlagan har xil yumoristik kuldirgilarni xuddi shu kuldirgidagi odamlarning o'zidekla nihoyat ustalik bilan rol elib programmalarda chang chiqarib etdi. Praktikant muharririmiz Yusufjon Abdurahmon shu Bogoningki da'vo so'rashi nomli shunda bir qisqa bir kuldirgini yezib ekan. Yana shu ikkimiz bir ovoz bersin deb. To'g'ri. Buningda Bogon bor ekan, personaj. Yana birisiga Shanglyanda bir qiz bor ekan, shunami? Shundaq. Unda biz siz Bogon olamsiz? Shunda bu paqaniki boy yusamkomning qo'qizatdim laqimini. Shunda men ovozingiz bom chiqarib ketdingiz. Unda sonra men pak amaldor Bogon bo'laymi? Shunda qilaman. Men chiroyli qiz Shanglyanda. Shirik qizdan. Oshtaymi? Yo'q, unda emas. Chaqchaq bir da'vo so'rab keldi bu Shanglyanda Bogonning oldiga. Bo'ldi. Bilamda. Unda boshladikmi? Uval bo'ldi. Bu kashf bo'lay deganda mahkamamiz kelib g'ovg'a qilayotgan kim u? Ajizalari Bogon begimga ta'zim bajo keltirdi begim. O'rningdan turibsizlar. O'zing kim? Nadim bo'lasan? Bu yerga kimning ustidan arz qilib kelding? Bogon begimga ma'lum bo'lg'ay. Ajizalari Qashqar postkamdan. Ismim Chin Shanglian. Yo'ldishim Chin Shimi ustidan shikoyat qilib keldim. Chin Shanglian, qani javob ber. Postkamdami da'vo so'raydigan yaba tursa, nemishqa shuncha yiroqdan Urumchi kelding? Chunki men arz qilmoqchi bo'lgan odam hozir Urumchida begim. Chatma kuldirga g'aribga sayohat. Avtori Yusufjon Abdurahmon. Birinchi qismi Tangsonning xonishqa sarguzashtalarini so'zlab berganligi. Rollada Tangson rolida Mavlud Ibrohim. Esamkam rolidami yana men? Vukon, Sonukon, Xonish, Zimidxon qatorliq rollarda Zokra Keram. Al-qissa Tangson 3 shogirdi bilan G'arbi diyordan nomlarni elib kelgandan keyin xeyli bir kunlargacha oromxonasidan chiqmay ojizlab ketgan nervisini asliga keltiribdi. U endi zamonga loyiqroq bo'lishni o'ylab, podichilar ishtini bilan yangsiz ko'nglik. Nika marqliq tanarkat oyoq kiyib, xurmraqdan tiktirilgan kasayasini ortib, ko'zoynak taqib, qo'l kompyuterini mo'risiga ortib, o'ng qo'lida assa, so'l qo'lida yon telefon tutib yuradigan bo'ldi. U bir kuni amdil oshxonadan o'giri ichib, kirishiga ibodatxonning telefoni ansiz sayrab ketibdi. Vay, xon ordisi ibodatxonasi. Siz kim? Vay, ustoz, qandaqroq turasiz? Mijozingiz obdanmi? Vukonmisan? Sizlar 3 shogirdim meni unutib ketdinglar. Yo'q, ustoz. Baji bilan vujinni demayli qo'yay. Sen bu çimen takı berib olibla, ya meni yo'qlab kelay demedim. Hay, digna. Sen bu bajidek birari bilan muhabbatlashyotamsan ya. Ya ustoz, men peki yoshdasan. Hozir rasm o'yin tomosha qiynab oldi qancha. Elim usul bilan non ib kelaman deb, nurg'un vaqtim ketdi. Hozir bo'lsin ash kunlarning o'rnini bir to'ldirib olay deb, shar aylanib yurman. Oy, qara chupur yuz. Men bilan nima akaginiga pushaymon qilamsan nima? Ya, ustoz, chaqchaq qilib qo'ydim. Ko'nglingiz qolmang. Hech qisi yo'q. Hey. Endi balki mendan ahvol so'rab urgan bo'lishim. Shundoq. Menmo yaxshi. Hozir kun bo'yi bozor orlab, qochib-ekalab ketyapman. O'tganda sen bir narsa avatibsan, esingdimi? Esimda.
Jajagayni ichib, xeyli ruhliq bo'lib qoldim. Salli menga kuyinisan jim ochib buriysiz. Rahmat sana Vukong. Yaqimingni tilg'ib qo'ydim. Yaqay ustoz, sizning vazifalari texi ig'ir. Shu nervlarini ko'proq asırsılar. Sizlarga malla emas, baji bilan vujimni kuyindi. Hey tangay. Men undaq o'ylamadim, Vukong. Ulardan xabar kelmagili 1 yil bo'lay dedi. Xuddi qumga tushgan tangidek yo'qib ketdi. Ey, Vukong. Sening karomating ustun bo'lgandan keyin 2 mollaq etib, ularni yo'qlab, hol ahvolni bilib tur bo'lamdi. Bo'ldi ustoz. O'zing bilasan, Vujin bakli oq ko'ngil, qizlarga ko'z qirini solmaydi. Shunga uningga takkili qiz chiqmay qolarmi deb ansirayman. Ustoz, siz bundaq deslar bir qismni amad ekan. Vujin hozirma pichan poyis ustansida ishlayotdi. Oldingi yili ilg'ari bo'ldi. Yaqinda rampezi qiladigan bir qiz bilan tanishib, to'y qilishga bitishibdi. Oho, shundaqmi? Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Amin taba. Ularning oyiqi yarashqay. Beshi bosh, osti tosh bo'g'ay. Amsa Vukong, bajicho. Uning ahvolini bilamsan. Hey, uni so'ramaydi qo'ying. U o'tganda oqso'li qizga ko'ngli tushib qolganmi yoki kech-kunduz aroq ichib jidal chiqtirib yuradi. Uningga 5-6 qitim nasihat qildim. Faqat qirqimadi. Asta. Amiz yomon bo'pti. Baji asalla hayajonlanib, o'ylamagan ishlarni qilib qo'ydi. Bo'lmasa, Bajining turmushini izig'i tushirib qo'yaligidek, turpan qizlardan birini tanishtirib qo'yayli. Ablishib qolsa ajab emas. Vukong, ya sen Chimantog'dagi ayol maymunaklardan bir nechini elchi qilib Oqsuv boyga avat boqamsan ya. Hey, ustoz, qiziqkansiz. Uning o'limi bo'ladimi? Hay, Vukong, meningcha sinab yiqishqi bo'ladi. Boypari degan hiliq qiz meningcha menga kelin bo'lishga loyiq qizgan. Uning ustiga u qizning Bajini o'ngshab ketalaydiganligi ko'zim yetadi. Ha, ras Vukong. Esimga keldi. O'tganda Husnarxon Hoji Xushxo'y menga uchur yo'llabdi ekan. Mushu 6-oyning 6-si Pichan bozoridagi Oblikim kabobxonasida dag'duqliq to'y marosim o'tkazdi ekan. Sen dal shu kuni Vujin bilan Bajini elib kel. U ayolning to'yini qizdi berayli. Ha, ma'qul ustoz, xotirjam bo'ling. U 98 ga kiribdi. Savob bo'ladi. Mo'maylarning to'yini qizdish yaxshi ish. Xotirjam bo'ling ustoz. Dal shu asnoda Xonish oyimning qo'l ostidagi alvat ibodatxonaga kirib ketdi. Vukong. Ibodatxonaga biri kirib qoldi. Sen bilan keyin yana ayrim paranlashay. Men degan ishlarni yaxshi o'rinda, ha? Ma'qul ustoz, xotirjam bo'ling. Hamsa o'zingizni ko'p asrang. Ma'qul. Xo'sh, sen asra Chimantog'dagi barliq maymunaklarga mendan salom aytib qo'y. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh, amsa. Xandonligimizning bosh rahibi Xuanzang yorliqni qabul qilg'ay. Xonish oyimning farmoni Xuanzang o'rda haramxonaga bir kelib ketsin. Bosh ustiga. 90-60 bu kızı kim daraltmış? Şak çeker vallahi herkes onu kayıt. Tangsin aynak oldiga kelib, kiyimlarini necha almashtirib, purqiga o'lisan markaliq atirdan rasa chechib, ushqandek o'rda haramxonasiga yetib ketdi. Kamina Tangshansangdan Xonish oyimga ehtirom bo'g'ay. Ijozat. Bosh rahib, qani yuqori o'ting. Hashqallah Xonish, hashqallah. Ana shuningdan keyin ishxonadagi barliq ustoz diktorlar, ssenarist ham muharrirlar menga texnik ko'p programmalarni tayyorlashga fursat yaratib berdi. Armiya davlatning birligi, bexatarligi va taraqqiyotining po'lat qo'rg'ini. Shunga armiya degan atalg'uni tilga olsaqla, qalbimiz shodlanadi, jismimiz urg'uydi. Avval anglaydiganinglar Yusufjon Abdurahmonning Ey harmas insonlar, sizlarga salom nomli she'ri. Sevimli kichik do'stlar, yuqorida Yusufjon Abdurahmonning 2 she'rini angladinglar. Tövəndə biz Anlavatqınlar Şinjan Xalq Radio stansiyasi 107.4 sanat radiosining Gülistandan Guldasta programmasi. Muhtaram do'stlar, endi Yusufjon Abdurahmonning 2 parcha she'rini anglanglar.
yaxshilar umrini tinch o'tkazsin. Hayotlik olimi gullab yashnasin, nadonlik razillik chirib to'zisin. Har qalb baxtdan xushal yayrisin, yaxshilar umrini tinch o'tkazsin. Az elib boshqaga ko'pni qaytirgan, yamonga yaxshilik qilib yondirgan, al xalq g'imida zarlab qayg'urgan, yaxshilar umrini tinch o'tkazsin. Yordamni o'zgacha savob deydigan, g'iriblar qalbiga illiq o't solgan, har kimga hamisha samimiy bo'lgan, yaxshilar umrni tinch o'tkazsin. Qadinas do'stlikni yurakdan so'ygan, qo'liga qo'l bo'lib dilini bergan, olamga haqiqat so'ygisi targan, yaxshilar umrni tinch o'tkazsin. Qerindosh mehr uchun jinini bergan, qerindosh g'imini g'imim deb bilgan, uy baxti yo'lida jafolar yengan, yaxshilar umrini tinch o'tkazsin. Yaxshilar manguga baxtli bo'lsin, yaxshilar beshiga shod qushi qo'nsin, yaxshilar olamda ko'parak bo'lsin, yaxshilar umrini tinch o'tkazsin. Yaxshiga yor bo'lsin mangu omonlik. Tilayman marhuma buvam momamdak, g'erib ham ojizga baxt nijotlik. Yo'llari oq bo'lsin yulak sizlarning, tilmisin bag'rini yo'qsiz muhtojlik. Bahorni yoritar so'ygu muhabbat, bo'lmusu bizlarda yot ham yiroqlik. Chekrimiz nurlansin illiq jilvida, qolmusin dillarda kir ham yomonlik. Yomondin daqalar yaxshidin bag'dab, ko'nilar etqankan bakmi obrazliq. Tog'larmi uxlaydi yaxshini tushar, o'tayli bizmi ko'zlab yaxshilik. Bu olam to'tkunlik o'tang olamdir, nur chassun bizlarga poklik oqillik. Yashayli yashnayli yaxshilik izlab, yaxshiga yor bo'lsin mangu omonlik.